Mirzo Ulug'bek ko'chasi, Avlastnoye больницаning orqasida lyuks 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan. Kvadrati 83 kvadrat va narxi esa 58900. Yana savdosi bor do'stlar. Bizlar hozir turgan joy mehmonxona bo'lyapti. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona. Mebel jihozlar qo'yilgan, devorlar bo'lsa atachanda qilingan, patolog balandligi 4 metr bo'lyapti. Bu tomonda televizor qilingan do'stlar. Kvartiramizning kadastri bor. Bir kun, 2 kun ichida xonasi qilib olishingiz mumkin. Bu bizda asosiy kirib kelishimiz eshigi bo'lyapti. Shitlar polnisi yara montaj qilingan va mana shunaqa seremon o'rnatilgan do'stlar. Ana endi boshqa xonalarni ko'ramiz. Bu birinchi xonamiz bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Ko'rishlaringizdek kровать, tumbuchka, shifonyer, seremonlar o'rnatilgan. Kvartiramizda dvухконтурный котел o'rnatilgan va cho'qi pol qilingan do'stlar. Bu yer esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bolalar yotoqxonasida hamma kerakli jihozlari bor. Ikkita kровать, shifonyer o'rnatilgan. Va bu yerda bizlarda ayollarimiz yaxshi ko'radigan oshxona bo'lyapti. Oshxonamiz anchagina keng, oynasi bor. Mebel jihozlar o'rnatilgan do'stlar. Bu yerda esa bizlarda ana endi sanuzul bo'lyapti. Do'stlar, qo'shimcha ma'lumotni aytib o'taman. Kvartiramiz Samarqand shahrida joylashgan, Mirzo Ulug'bek ko'chasi, Avlastnoye больницаning orqasida 83 kvadrat bo'lyapti. Yana ma'lumot pastda opsiyada bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib, kommentariy, like yozish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.